Assalomu alaykum. 2026-yil 1-may sanasi haftaning juma kunida yana bitta mijozimiz uylarni ishlarini bitirib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu joyimizda bitta akfamiz borligi uchun akfani ham xuddi shunaqa achishkalarni qilib chiroyli holatda bitirib berdik. Eshigimiz priyomga keladigan bo'lsak, shu turishida 2.45 balandligi. Baland eshik qanaqa bo'ladi deganlarga bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'ldi. Opshiq joyimizda 6 ta eshik qo'yib berganmiz. Eshikda bu tomonimiz gul qo'yildi. Xuddi shuni ro'parasida narigi tomondan kiraverishga ikkita shatlanka fasonda oynali eshigimiz bo'ldi. Chiroyli holatda chiqdi. Mana uyda egalaridan ham o'zlarining eshik haqida fikrlarini eshitishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Mana ustalarimiz Rustam ukamiz mana xudo xolasa eshigimizga buyurtma berdik. O'zimiz o'ylagandan ziyoda qilib, chiroyli qilib yasab berishdi. Baraka topsin. Ishlari ajoyib, tekis xudo xolasa. Bu eshiklar xudo xolasa rozi eshiklari o'ziga xos, o'ziga mos chiqdi xudo xolasa. Tavsiya qilib qolamiz sizlarga. Xudo xolasa ukalarimiz xudo xolasa eshikka buyurtma bersalar xudo xolasa ajoyib qilib yasab beradi ukalarimiz. Baraka topsin. Qo'llar dard ko'rmasin. Yaxshi bo'ladi. Baraka topinglar. O'zlari ham juda xursand bo'ldilar. O'zimizga ham yoqdi, haqiqatda juda chiroyli holatda chiqdi. Kimda shunaqa chiroyli uyda fayziga fayz qo'shadigan eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda